Bir inson menga hammang bir ko'rsan, hamma ayollar xiyonatkor bo'ladi deb yana ba'zi bir gaplarni yozibdilar-da. Birinchidan, hamma ayollar ham eriga xiyonat qilavermaydi. Ikkinchidan, sizga balo bormidi? Balo bormidi? 5 yillab chetga ishlagani ketib. U telefondan yaxshimisan, charchamayapsanmi, holing qanday deganingiz o'tmaydi. Har zamon xotiningiz yoniga kelib, ko'ziga qarab, charchamayapsanmi, holing qanday, ro'zg'or tashlari mansiz qiynab qo'ymayaptimi sani, bolalar charchatib qo'ymayaptimi degan gaplarni qilishingiz kerak edi. Eri chetga yurgan ayollardan so'rashsa, hammasidan eringiz uzoq muddatga chetga ishlagan ketishni xohlaysizmi desa, yo'q deydi. Yo'q, xohlamayman deydi. Yana bitta narsa, sizga bor ehtiyoj ayolingizda ham borligini bilar edingiz-ku. Nimaga hamma xatoni xotiningizdan, ayolingizdan qidirasiz? Ozgina bo'lsa ham o'zingizdan ham xato qidiring.